Liftmi? Bu qanaqa lift? Barchaga salom do'stlar. Bugun biz birgalikda sizlar bilan The Baby in Yellow o'yini bilan tanishib chiqamiz do'stlar. Xullas o'yinimiz do'stlar horror janrida va biz hozir liftdamiz do'stlar. Bizga nimalarnidir tushuntirishyapti. Xo'p, menimcha lift ochilishini kutamiz do'stlar. Hoppa. Liftimiz ham ochildi do'stlar. Endi biz nima qilishimiz kerak? Find apartment 10 deyapti. Ya'ni 10-kvartiraga bor deyapti. Bu 6-kvartira. Bu 6-kvartira. Hop. Bu 8. 9, 10. Hoppa, mana 10-kvartiraga ham kelib oldik. Eshik qulf lekin. Zamonaviy chalib ko'raylik. Kimdir ochar balkim, to'g'rimi? Yo'q. Eshik qulf. Bunda mo'ralasa ham bo'lmas ekan. Biz bu eshikni qanaqa qilib ochsak bo'ladi? Mana bu musor eshiklardan, musor idishlarda eshitsa yo'q. Hoppa. Tuvagini orqasida kalit bor ekan do'stlar. Biz eshigini ochamizmi? Eshigini ochdik. Hoppa, personaj. Salom bolakay. The Baby in Yellow o'yiniga do'stlar xush kelibsiz. Videoga like va kanalimizga obuna tugmasini bosib qo'ying do'stlar va biz boshladik. Ya'ni birinchi boshlanish deyapti. Xo'p, nima deyapti bu yerda? Get in the from bottle deyapti. Bolakayni ushlasak bo'ladi. Keyinchi bolakayni o'tkaztirib ham qo'ysak bo'ladi hozircha. Biz bu yerda menimcha aytgan narsalarni qilishimiz kerak. Shu tarzda o'yin menimcha davom etadi. Ko'ramiz qay tarzda bizni qo'rqitadi yoki cho'chitadi va qay tarzda qiziqarli o'yin do'stlar. Xo'p, menimcha bu yerda ichadigan narsasi bo'lsa kerak. Endi buni bolakayga ichiramiz. Ichasam? Ichasam? Hoppa. Bolakay o'sirib yubordi, bolakayning tagligini almashtirdi. Bolakayning tagligini shu yerda almashtiramizmi? Hoppa. Endi tagligini olishimiz kerak. Taglik qayerda? Taglik qayerda? Mana bu nima? Mana taglik. Mana buni tushunmadim lekin. Bolakay qani? Bironta yerga bekinib qoldimi bolakay? Bolakay halitdan endi bizni menimcha qo'rquvimiz bilan o'ynashni boshlayapti. Mana bu yerda ekan bolakay sasibgina yotibdi ekan. Bolakayga taglikni kiydirdik. Endi nima deyapti? Take baby. Xullas yotoqxonaga olib borishimiz kerak. Menimcha yotoqxona tepa qavatda bo'lsa kerak. Yotoqxonamiz tepa qavatda. Bu eshik qulf. Mana bu menimcha ochiq. Ippa. Bu yer nima? Bu menimcha kirlarni yuvadigan joy. Mana bu eshik nega qulf va qachonlardir bu ham ochilishi kerak, to'g'rimi? Bolakayning yotoqxonasiga keldik lekin do'stlar. Bolakayni yotqizdik. Endi nima qilamiz? Eshigini yopamiz va kresloga o'tiramizmi? Kitob o'qib beramiz. Kitob The Prince and the Cat do'stlar. Xo'p, biz kitobimizni boshladik do'stlar. Across the shore in distant lands with dark stars overhead, the prince was fast asleep until a cat jumped on his bed. I found a secret garden, Said the cat with much delight. Excitedly they ran outside, explorers in the night. They walked through the golden garden gate. Look at the pretty trees. They walked along the pretty pebble path. Look at the colourful flowers. They walked past the fabulous flowing fountain. Look at the dancing water. Look, look, look. But the prince didn't like the garden and started kicking down the trees. He dug up flowers, grabbed the hedges, and pulled off all the leaves. He ruined everything for fun. The cat watched on in fear. What a mistake I made. The cat cried out. I should never have brought him here. Xo'p, kitobni ham o'qib oldik do'stlar. Kitobni tarjimasini menimcha chiqarib qo'ysam kerak. Bolakay uxlab qolibdi. O'zi bolakayning o'yida nimalar bor? Lekin do'stlar, bu asta-sekinlik bilan bu bolakayning psixikasi, ya'ni bu kitoblar orqali buzilib ketadi. O'z ko'rishingiz mumkin, kitobda ham shuga qanchalik ziyon yetkazganligini bizga ko'rsatgan. Endi nima deyapti? Divanda o'tirib televizor tomosha qilishimiz kerak. Mana bu hozircha menga nimadir noma'lum. Ikkitagina topimiz do'stlar hozircha.
Xo'p, divanga o'tirib televizor tomosha qilamiz unda. Hoppa. Ko'zi asta sekinlik bilan ketishni boshlayapti. Charchaganda endi bechora charchagan. Bolakay. Bolakay yig'layapti. U soat necha? Soatni ham bilib bo'lmaydi menimcha. Bolakay yig'layapti, endi bolakayni biz nima qilishimiz kerak? Bolakayni oldiga borishimiz kerak va bolakay albatta joyida bo'lmaydi. Bolakayni yotoqqa yotqiz deyapti. Lekin bolakay qani o'sha bolakay? Kir mashinani ichidami yo? Mana bu yerda yana bitta bor ekan. Endi biz bolakayni topishimiz kerak. Berkinib olgan bolakayni topishimiz kerak. Mana bu yerda ekan bolakay. Boya ko'rmadim-ku. Nima deyapti? Yana yotoqxonaga olib bor deyapti. Nima buni qovog'idan qor yog'ib yotibdi. Nebdan san ko'rgandim-da, qani shuni tekshirib ko'ramiz. Hozir buni kulgisini qaytaramiz. Bir toza bo'lib chiqadi. Vahshiylarcha. Bo'lmasa videoni boshida qo'yib qo'yishim kerak. Diqqat. Ushbu videoda bolakaylarga nisbatan yaxshi bo'lmagan holatlar qayd etilgan. Ushbu video faqat o'yin uchun tayyorlandi deb. Bolakayni yerga otib yuborsak ham bo'ladi. Bolakayni yotoqxonaga yotqizamiz, xo'p. Endi nima? Kod deyapti. Kod o'yinchoq. Qaysi o'yinchoq? Qo'ychani menimcha beramiz, ha? Yup. Qo'y demayapti. Mushukmi? Mushuk ekan. Chunki biz bugun mushuk haqida vahshiy bo'lgan ertakni, vahshiy emas u, o'qib berdik. Eshigini yop debdi. Eshigini yopishimiz kerak. Vazifasini bajarmasak bo'lmaydi. Endi yana televizor oldiga borda mudrab qol deyapti. Eshik ochib qolib ketdi lekin. Uxlab qolibdi bola. Eshik qanaqa qilib ochildi tushunmadim. Bolaning qanaqadir sekreti bor. Hozircha men bilmayapman, lekin tez orada bilsam kerak. Xo'p, televizordan ham normal narsa bermas ekan-da lekin. Reklama beryapti faqat. Faqat reklama va asta-sekin charchagan holda ko'zimizni yumamiz. Night tun, ya'ni ikkinchi tun deyapti. Ikkinchi tunda endi menimcha har xil hodisalar bo'lib turishi mumkin. Bolakay divanda o'tirib televizor tomosha qilyapti. Bir o'zi qoyilmisiz? Endi biz sut berishimiz kerak bolakayga, xo'p. Sutni oldik ham menimcha. To'xta. Eshik qulf? Eshigini qulflab qo'yibdi bolakay. Tavba. Eshikni qanday ochamiz hozir endi biz? Nima deyapti? Fancy bottle deyapti. Nimadir sindir deyapti. Bolakay bironta kalit-palit qo'yib ketgandir, to'g'rimi? Shuning uchun chiqib kelsa. Eshigini qulflab qo'yibdi bolakay. Demak, bolakay juda ham chaqqon va biz bilmagan sirlari hali menimcha juda ham ko'p. Qanday qilib bu eshikni ochamiz hozir men umuman tushunmayapman lekin. Tarelka urib sindirsak bo'ladimi? Afsuski yo'q. Stakan urib sindirsak ham foydasi yo'q. Xullas nimadir qilish kerak lekin. Nimadir qilishimiz kerak. Sut idishi bor ekan. Boyagi sut idishi qo'limdan uchib ketgan ekan. Eshik ochildi endi. Sut idishini topishimiz kerak ekan. Axirama. San qildinglar, san. Turjay turishini qildi buni. Yana o'siryapti bu. Yana buni tagligini almashtirishimiz kerak. Shu yerda o'ziga qo'yib qo'ysak nima qiladi? Bu ham katta odam bo'lib qoldi, televizor tomosha qilyapti. Bu yerga ham o'tirib olsa kerak edi, to'g'rimi? Lekin ko'z sarg'i bo'pti. Ishini bajardingmi? Bo'ldi. To'xta hozir. Yo'q. Bolakayni kanalizatsiyaga oqirib yubordik hozir lekin. Nima ko'zi sariq bir qovoq bilan turibdi bu?
To'xtab tur-da, sen yo'qolib qolma lekin. Hozir kelaman. 1 daqiqaga kelaman. Hozir yo'q. Mana bo'ydan nimalar bo'lyapti? Pampers jonlanib ketdi. Pampers. Chota bu sassiq ishtondan qo'rqdi-da. Qani endi? Tepada ekan. Ketdi. Ketib qoldi. Qani? Kitob o'qib beryapsizmi sen? Ko'zlarida ochkita qo'ygan Pampers. Shu qadar ham qo'rqadimi? Menimcha juda ham sassiqligidan bu ham qo'rqib ketgan bo'lishi mumkin. Endi qay darajada sassiq bo'lgan? Bosh aylanib qoldi, Shushla. Ha, yoqimsiz. Baribir kiylasan. Sen kiyilishga mahkumsan. Mahkumsan kiyilishga endi. Qochib ketmasa bo'ldi. Kiydi. Endi yana yotoqxonaga olib borayapti. Yotoqxonada sho'xlik qilmasdan o'tirasan. Nima endi bo'ldi? Ko'zim bir ochib yumildi-da. Men bu yerda paydo bo'lib qoldim, bolakay bu yerda paydo bo'lib qoldi. Xo'p. Tushunmadim lekin. Nimaga unaqa bo'ldi? Bolakayni biz yana yotoqxonaga yotqizamiz. Eshikni yopamiz va yaxshi ko'rgan kitobini o'qib beramiz. Bugun kitob nima ekan? Quyon haqida ekan. The Prince and the Rabbit. When the rabbit came to visit, the prince said time to play. But his big red eyes, they scared her, and she didn't want to stay. Quickly towards the exit, the tiny rabbit hopped. The prince ran right behind her and screamed she must be stopped. Nima bu yig'layapti? Noyni imaydir cho'chitib yubordi lekin bak-ku. Joylarda menimcha sikirib bergan-a. Menimcha kitobni yana qaytadan o'qishimiz mumkin. Hop, keyingi joydan davom etamiz. Bo'lmasa? Yo'q. Nimadir deyapti-da bu. Nimadir deyapti, tushunmayapman bu. Ha, yaxshi ko'rgan o'yinchoqni olib ber deyapti. Bugun quyon haqidami? Quyon haqida ichdi bugun. Hozir quyonni oldiga qo'ysak, menimcha yaxshi. Mana bu yerda keyin mana bu qoplonchani ko'rdim. 5 ta yig'imiz o'zi qoplonchadan. 12 ta yig'sak nima bo'lar ekan? Qiziqyapman lekin. Xo'p, endi davom etsak bo'ladimi menimcha? Through dark corridors he chased her. Hop, hop, hop. A relentless, futile flight. Hop, hop, hop. Round and round inside the palace, in and out of space and sight. Hop, hop, hop. The prince, he couldn't catch her. His heart was filled with wrath. The rabbit slipped right out the door and vanished down the path. The prince cried out, I need new friends. More, now, another. I'll bring you some, don't worry now, replied his loving, caring mother. Uxladi bolakaymiz do'stlar, uxlab qoldi. Yotoqxonasini ham bir ko'zdan kechirgan bo'lardim. Bizga bir asqotadigan nimadirlar bor ekanmi? Bu o'yinchoq. Menimcha ertaga endi qo'y haqida ertaga aytib bersak kerak, voleybol o'ynasak ham bo'lar ekan-a? Bepir bo'lmayapti. Hop, eshigini chiqib ketyapti. Eshikni yopamiz. Yana har doimgidek televizor ko'rgani boramiz. Bu xona ochildi, nima bo'ldi? Pampers kirib ketgan payt ochildi, odatda bor ekan. Bu xona qanaqa xona ekan, ha? Qiziqib ketyapman lekin. Mana bu yerda berk eshigi ham bor ekan. Asta sekinlik bilan ko'p joyi ochilishni boshlayapti lekin. Biz tezroq ko'ramiz, har doim reklama beradigan televizordan nimalar bor ekan bu yerda. Bugun eshik taqillayapti. Bu nima? Bu aytgan qani to'xtatib bir joyga hozir. Bu ana o reklama ko'rgandikki, o'shani zakaz qilibdi oxiri. Mana bu kallasi uzilib ketganmi? Kallasi uzilmabdi. Buni yirtib tashlab qanaqasiga ochish mumkin bu yergacha? Eshikni ochish lokam chiqmayapti hattoki. Eshikni umuman ochishni iloji yo'q deyapti. Qulf ham yozgani yo'q-da hattoki.
Menimcha nimadir qilyapti. Bu lekin shuni bilaman, reklamada orqali zakaz qilgandik. Ya'ni divanda o'tirib ko'rgan reklamamiz orqali. Ko'ryapsizmi do'stlar reklamaning kuchini? Tinimsiz bitta narsani ko'rganingizdan keyin shunaqa bo'ladi. Reklama kuchi. Tosti turmi deyapti. Siqib nimadirlar pishirib yesak kerak. Lekin baribir hozir biz yana televizor ko'rar ekanmiz. Bugun televizorda yangilik nima? Ko'zi qizil bir ko'z oymi nima bu? Uxlab qoldik lekin. Vapsta 3-kun deyapti. Menimcha 3-kun oxirgi kun. Chunki men o'ylab qarasam hozir ikkita kitob o'qib berdik. 3-kitob qo'y haqida bo'ladi va 3-kun ko'ramiz bizda qanaqa bir narsalar bo'lishi mumkin. Nima qilishimiz kerak? Mana buni lekin olib kelib qo'yib, o'zi joylashtirib ham qo'yibman. Biz yana televizor ko'rishimiz kerak. Lekin nima bo'lyapti? Bolakayga qara deyapti. Chiroqlar o'chirishni boshlayapti. Bolakay. Nima? Chiqib ketaymi? Men chiqib ketsam lekin yomon narsani bo'lyapti. Olib kelgan o'sha anarimizni endi nimadir qilib pishirib yeyishimiz kerakmi? Xullas shunaqa qilishimiz kerak ekan. Xo'p do'stlar, bugun biz birgalikda sizlar bilan ajoyib bo'lgan ovqatni tayyorlaymiz. Xalatinigimizda nimalar bor ekan? Pishloq bor ekan, piyoz bor ekan, kolbasa bor ekan, pomidor bor ekan, sho'rva bor ekan va qo'ziqorin bor ekan. Sir solamiz yo birinchi sir solmaymizmi? Birinchi non solamiz ekan. Keyin yana non solamiz. Ha, bo'ldi. Biz buterbrod tayyorlaymiz hozir. Non solamiz. Nondan qo'yib yuborsak bo'ladi, non tugamas ekan. Va biz ikkinchi bo'lib nima solsak bo'ladi? Sir solamiz. Yerga tushganlarni solmaymiz. Va kolbasa solamiz. Bo'ladi menga. Endi solishimiz kerakmi deyman-a? Sho'rbodring solib qo'yaylikchi. Hoppa. Sho'rbodring va oxiriga nonni ustidan yopamiz va tayyor menimcha. Shunaqa ezib shirin qilib chiqsa, yurak demoqchi edim. Portlab ketdi yangi olib kelgan narsam. Nima? Feed me? Voy be. Nima ham deb qoldi bu? Ya. Bu nima? Monsterni ovqatini olib kelyapti. Eshik yopilib qoldi. Biz do'stlar hozir xolodilnikni ichidamiz. Endi menimcha labirintga tushib qoldik. Bu yer qop-qorong'u. Qop. Boshlanyapti. Mana. Birga qaysi tarafdan o'tsak bo'lar ekan? Bunga ancha vaqt qolib ketamanmi deyman-da bu labirintning ichiga. Tovuq bor ekan, katta. Xolodilnikning ichida. Hop. Yo'l yopiq. Bir joyga aylanib yuribmanmi deyman-da. Bir joyga aylanib yuribman. Yo'q, topdim. Endi nima qilishimiz kerak? Endi yana boshga kelgan joyimizga borishimiz kerak. Lekin umuman esimda yo'q, qayerdan kelganim, qayerdan ketganim. Xolodilnikgacha shunaqa bo'lsa kerak. Qo'l izlari ham bor ekan. Yana bitta qo'l izi. Xullas do'stlar, topdim eshikni. Men 9-kvartiradan chiqdim xolodilnikning eshigini ochib. Yana biz 10-etaj liftni qulflab qo'yibdi. Qulflab. Bolakay, yaxshimisan? Kasal-pasal osmisan? Ko'zingga nima qildi? Bu bolakay aniq ichiga nimadir kirib olgan bu bolakayni. Ish turishda ham baribir pampersni almashtirish kerak ekan.
hozir arqamda yo'q bo'lib qoladi, to'g'rimi? Yo, turadimi? Yo'q. Voy, blin. Nimalar chiqib ketyapti? O'yinchoqlar. Qarama. Bolakayni bu tug'ilga o'qizib, yana bitta o'qizib yuborsam bo'lar ekan-da. Nima qilishimiz kerak? Nima qilishimiz kerak hozir? Examergens plus shani sindiryaptimi? Yo'q. Yo, bolakayni tutishimiz kerak ekan, qanaqadir qilib. Bolakayni tutishimiz kerak. Qani bolakay o'zi? Bana qo'llarni tushmadimi lekin, umuman tushmadim nimaligini. Bolakay umuman bo'lgan paytimizda yo'qolib qolyapti. Xullas do'stlar, buni yutishga ancha vaqtim ketdi. O'zingizga hozir ko'rishlar mumkin, qayerdan topganimni. Xullas tepada ekanda, xullas. Tepadagi bir idishni soskani biz olib chiqib berishimiz kerak ekan. Shuni men ancha vaqt izladim lekin. Eng qizig'i tayyor bo'lgan bu joyga borib, yana pastga tushib ketgan ekan o'sha payt. Qulib bo'lgan bu ishni. Nimadir uryapti-da. Mana suska bu yoqda ekan. Suskani topdim do'stlar, suskani topdim. Suska ham o'ziga o'xshagan suska ekan. Hozir borsam qochib ketmaydimmi? Oppa! Bitta suska bilan uchirib yubordik. Mana ko'tini qisib qolsa bo'lar ekan-ku. Uxlab ham qopti. Endi bu ishni biz jazosiz qoldirmaymiz. Kengash bilan kelishgan holda seni pechga yoqishga qaror qildik. Salomat bo'lasan, sog' bo'lasan, bo'pti, yaxshi qo'y. Oppa, o'ldingmi? Bu bola o'lmaydi ham. Voy, kechir. Bolani yana yotoqxonasiga yotqizishimiz kerak. Kallang qisil qolmadi bu divanga. Ha? Yo. Unaqa qarama. Men cho'loqqa o'xshab yuribman. Kim bu kitob o'qib beryapti bizga? Bolakay orqasidan boramiz. Yana shu holga tushib qoldi bu. Ko'zlari shayton ko'ziga o'xshab qolganmi? Uxla endi ko'tingni qisib. Senga hozir yana men ertaga aytib beraman. Bugungi ertagimiz albatta bo'ladi. Qo'y haqidami? Qo'y haqida. Qo'y qani? Mana qo'y. Jim bo'lib eshit hozir ertagini. Kitobni otib yuborsang, o'zingdan o'zing skrimib bersang, pechda yoqib, kir mashinaga tiqib, keyin kanalizatsiyaga oqizib yuboraman, tushundingmi? The Print and the Shape o'qib beraman. It was cold throughout the palace. The moon shone bright outside. The wind, it blew and blew. Oh no! The curtains flew open wide. The little prince was in his bed and couldn't get to sleep. So he called out for his mother, "Please go and find my sheep." "I'm thirsty," said the prince. So the sheep fetched a drink. "I'm dirty," said the prince. So the sheep changed his clothes. "I'm tired," said the prince. "Let me count you. 1, 2, 3. "Just one more thing," said the prince, "before I drift to sleep." He opened up his big red eyes and turned to face the sheep. "Come join me in my dreams. Stay forever in my head." Obediently, the sheep stepped forth, its mind consumed by dread. Mavzulari ancha jiddiylashib ketyapti. Bolakay taxtda o'tirib olgan. Kimnidir hukmini o'qiyapti bu bolakay. Meni hukmim bo'lmasa bo'ldi. Meni hukmim ekan. Qanaqadir simvollar ketyapti bu yerda ham qandaydir. Good night. Birinchi akt tugadi do'stlar. To'liq birinchi akt tugadi. Bizda hali yana ikkita akt bor do'stlar.
agar videoga like va kanalimizga obuna tugmasini bosib qo'yib, kommentariyaga agar shu mavzu qiziq bo'lsa do'stlar yozib qoldiring. Biz akt 2 va akt 3 ni o'ynab ko'ramiz do'stlar. Ular bundan ham qiziqarli escape'ga boy bo'ladi do'stlar. Men bilgan narsalarim shu. Escape'ga juda ham boy bo'ladi do'stlar. Like va obuna tugmasini bosib qo'ying. Xayr, salomat bo'ling, sog' bo'ling. Good night. Thank you very much.